Janob mayor, menga javob bermasangiz bo'lmaydi. Qayoqqa ketmoqchisan? Shaharga. Shaharga ha mayli, men ham ishlarimni qilaman, lekin qarada, fermanga qarab qo'ysin. Ha, odam topaman, xavotir olmang. Bo'pti, unda ketaver. Aha, katta rahmat. Davay, omad. Sizga ham. Nimaga baqiryapsan, jitel? Yordam kerak menga. Nima bo'ldi? Chiqqan? Xo'p, hozir. Hammaga salom do'stlar. Tak, birinchi navbatda narsalarni olib olay, keyin salomlashaman. Xo'sh, bo'ldi. Endi tayyorman. Hamma narsa o'z joyida, bo'llar va bo'ldi. Tak, hammaga salom do'stlar. Mening ismim Mimo va yangi videoga xush kelibsizlar. Men mana shunday yer tagida yashayman, chunki o'zimni uyimni mashinalar tortib olishdi. Xo'sh, hajit nima bo'ldi? Xullas, ukam, bu yoqqa qara. Men hozir shaharga ketishim kerak. Meni fermamga qarab tursang, yaxshigina pulni to'lardim. Bo'ldi, gap yo'q. Yaxshi. Faqatgina u yerda kartoshkalar ekish kerak. Shunga tayyorlab qo'ymoqchiman. Bug'doylarni chopasan-da, yana boshqatdan ekib qo'yasan. Kelganimda o'zim kartoshkaga almashtiraman. Bo'ldi, tushundim. Pul qancha bo'ladi? Ha, endi pulni kelishib ketamiz-da. Ha, mayli, yaxshi. Ketdik unda. Davay. Faqat qaraginda, keyin mer meni urishib bermasin. Urushmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti, unda davay. Aha, tak, uyingiz qayerda edi? Merning yonidagi ikkitalik огород bor-ku. Ha, esimda. Ana o'sha yerda. Ana o'sha огородlarga qarashing kerak. Ha, tushundim. Hozir ko'ramizda. Tak. Ha, rostdan ham bug'doy ekan, quti turibdi, kartoshkalar turibdi, qo'yil. Buni ichiga solaymi? Ha, shunday qilsang yaxshi bo'lardi. Mana senga matiga. Ha, rahmat. Bo'pti, men unda ketdim, xo'pmi? Xo'p, men hammasiga qarab turaman. Tak. Bu yerda qanday jitel turibdi, o'g'irlab ketmasligim uchun qoldirishgan bo'lsa kerak, qarab tursin deb. Ha, mayli. Ishimizni qilaylikchi, ko'ramizda, bir gap bo'lar. Xo'sh, lekin asosiysi do'stlar, men o'zimga uy topmasam bo'lmaydi, chunki uysiz qanday qilaman? Yer tagida yashab yura olmayman-ku. Meni u yerda sovuq qilib ketishi mumkin. Mayli, hech bo'lmasa kravat topdim, shunisiga ham rahmat. Xo'sh, bularning hammasini hozir terib oldik. Yaxshi, endi esa qaytib ekib chiqish kerak va bularning hammasini yana boshqatdan keyin kartoshkaga almashtirar ekan. Yana shu bir partiya bug'doyni terib olishni menga topshirsa bo'lardi. Pulini yaxshi beradigan odamga o'xshayapti. Mayli, bularning hammasi hozircha tugadi. Endi esa qolganini ekish kerak. Bo'ldi, mana bu tarafdan ham olamiz. Tak, suv ichiga tushib qolganlarni ham va bo'ldi. Ana bu jitel faqatgina qarab turgan menga birozgina yoqmayapti. Bo'ldi, mana bu oxirgisini ham ekamiz. Yaxshi, hammasi chiroyli, ferma chiroyli bo'ldi. Endi esa bu yerga qoldiramiz. Bug'doylar, oppa, kartoshkalarning ko'pligini ortiqchasi bor ekan, olib qolsam hech kim ko'rmasa kerak. Boisa, o'zimda qola qolsin yoki mirga berish kerakmidi? Axir bu tayyor bug'doy bo'lsa, tayyor bug'doyni o'zim bilan olsam yoki qutiga solib qo'ymayman-ku. Ey, o'yinchi, menga yordaming kerak. Xullas, menga garaj kerak edi. Shuni qurib bersang, senga pul beraman. Davay. Xullas, qara, ana u tarafda yashaysan. O'sha yerdagi yangi uy. Mana o'sha mashinamni kalta parkovkada turibdi. Men shaharga borib kelishim kerak. Ana u yerda parkovkada. Pulni kelishib ketamiz. Mayli, qo'yil. Faqatgina ko'rmayapman qanaqa mashinaligini, ketib qoldi. Qo'yil, jin ursin. Bugun yer topda menga ikkita ish keldi, balki rostdan ham ana shu qishloq bo'yicha yurib, odamlar menga aytadigan ishlarni qilsamgina. Tak, yomon emas mashinasi. Qo'yil, qani. Ichiga o'tiraylikchi. Kiyimlarimga mos tushdi. Afsuski menda bunaqangi mashina hech qachon bo'lmaydi, chunki pulim yo'q. Pulim yetmaydi. Bor yo'g'i yer tagida yashaydigan askar bo'lsam. Mayli. Tak, endi esa bu mashinani qo'shnini yoniga olib boramiz. Qanday qo'shni? Men o'rmonchidagi yer tagida yashayman. Driftim qilar ekan-ku. Qo'yil, boylarga mazzada. Bo'ldi, mana bu yerga qoldiramiz mashinani va garaj qurishni boshlaymiz. Faqatgina garajni qanday qursam ekan? Hayronman, uyning oldida balki biror bir odam bordir yoki uyning ichiga o'ziga kirsam yoki qo'ng'iroq qilaman desam ham baribir menda hattoki telefon raqami yo'q. Qiziq, uy zo'r. Mana bu quti nima bu? Mana ichida qurilish materiallari bor ekan. Mana bu ferma ham o'ziga tegishli. Faqatgina bir ikkita ish qilishimiz kerak. Aynan boltani almashtiraman, chunki o'rmonchi bo'lmoqchi edim, lekin o'rmonchi bor ekan. Xo'sh, jitel, mana bu ishlatilmagan boltani kecha olib ketgandim. Almashtirib ber kirkaga. Davay, qangalaringiz faqat kelasizlarda almashtira qol. Xo'p, mana bo'ldi. Faqat qaytib kelmadi, yana almashtirish kerak bo'lsa. Yo'q, qaytmayman. Jin ursin, buncha bu jitel bajahl. Ko'pchilik almashtirib ketayotgan bo'lsa kerak-da. Okey, tak, hozir esa bularni olib tak, ikkita kalt qayerdan keldi? Tushunmadim, g'alati. Bilmasam. Lekin rostdan qayerdan kelgan bo'lishi mumkin-a? Okey, menimcha ana u odam menga bor yo'q bittagina berganda. Niki ham esimda yo'q. Nima mayli, tak, bularni olib qo'yamiz. Bu kerak bo'ladi. Bunisi kerak emas. Bu yoqqa va mana bo'ldi. Mana shu g'ishtlardan va toshlardan garaj qurib beramiz o'yinchiga. Ko'ramiz qani nimalar qolar ekan. Mayli. Xo'sh, uyni shu yondan qursam bo'ladi. Umid qilamanki, egasi xafa bo'lmaydi mendan. Uyga
kapotni yutib qo'yganim uchun garajni, chunki bu yerda boshqa afsuski joy yo'q. Shuning uchun ham boricha qurishga to'g'ri keladi. Undan tashqari ichi 5 blok bo'lishi kerak. Yo, noto'g'ri qilibman, chunki mashina tagiga chuqurlik bo'lishi kerak. Tuzatishga qulay bo'lishi uchun hamma garajlarda standart bo'ladi. Shunga bu yerda ham bo'lishi kerak. Hammasi chiroyli bo'lishi va bizga yaxshi pul to'lashi uchun. Tak, yaxshi, mana bularni ham o'rnatamiz. Mana bunday va chiroyli devor tayyor bo'lyapti. Tak, bu yerlarga ham qo'yamiz va yaxshi, mana bu boshqa gap. Endi esa o'rtasidan ochishimiz mumkin. Tak, qanday edi? Yaxshi kovlab chiqamiz va bo'ldi. Deyarli hammasi bizga kerakli ko'rinishga keldi. Endi esa tepasidan yopib chiqishimiz kerak mana. Tak, bu yoqqa va bo'ldi. Endi esa yana tepasidan mana bunday yaxshi yopamiz. Bu yog'iga ham qo'yamiz va bo'ldi. Endi esa bu taraflama tak tepaga va yonidan ham endi tepasini yopish kerak. Yaxshi. Juda ham chiroyli ko'rinishga keladi bizni garaj. Tak, tushib ketdim. Bu yerni ham hozir qoplashimiz kerak bo'ladi. Tosh va g'isht bilan derazalarni o'rnatib chiqamiz va bo'ldi. Bu taraf tayyor. Endi esa qolgan joylarni qilishimiz kerak. Qiziq, garajga eshik ham o'rnatarmikan egasi yoki shu holicha qoldirarmikan? Menimcha ochiqlikcha qoldirmasa kerak. Hatto qishloqda hamma bir-birini tanisa bu yerda. Hatto ana yerda juda ham bir mashinik jitel yashaydi. Shuning uchun ham yopib qo'ygan ma'qul. Aks holda o'g'irlab ketib qolmasin yoki bu meni mashinam edi debmi bilmadim. O'ylab ko'rish kerak bu haqida. Ham egasiga aytaman, chunki qo'shnisi rostdan ham juda ham yomon odam. Tak, bo'ldi. Mana bularni ham yopsak bo'lgani. Bu garajda bu bemalol ishlashi mumkin bo'ladi, yashash ham hattoki. Lekin men shaxsan baribir ham garajda yashab qolmagan bo'lardim, chunki bu yerda sovuq bo'ladi, ayniqsa hech qanaqangi pechka qo'ymasa. Tak, tomga chiqamiz va endi tepani yopishni boshlaymiz. Mana bunday chiroyli ko'rinishga kelishi uchun qancha chiroyli bo'lsa, shuncha ko'p pul olishimiz mumkin bo'ladi. Tak, bu yoqqa yaxshi. Ajoyib. Mana bu boshqa gap. Endi esa bu yerlarga ham qo'yib chiqamiz. Tak, mana bo'ldi. Endi esa yopish mumkin yarim bloklar bilan. Shundagina yomg'ir yaxshi oqib tushadi va yig'ilib qolmaydi hech qayoqqa. Tak, mana va bo'ldi. Faqatgina qishloq stilida bo'lmagani menga yoqmayapti. Garajdek garaj yaxshi, lekin baribir ham birozgina xunuk, chunki g'ish ustidan tosh. Mana bu yerda qanaqadir kulrang joy turibdi. Yomon. Tak, endi bu yerlarni ham yopib chiqamiz. Okey, va mana bo'ldi. Tom yopildi. Endi bu yerda bemalol mashina saqlash mumkin, ammo ayo solmay qoldi. Ammo juda ham yaxshi sezgirlar bilishi mumkinki, hali polni almashtirganimiz yo'q toshga va hozir aynan shu bilan shug'ullanamiz. Xo'sh, bo'ldi. Endi esa bu taraflarni ham chiroyli qilib chiqishimiz kerak. Yama ham tayyor bo'ladi va bu yerda hattoki mashina tuzatish bilan shug'ullanishim mumkin bo'ladi. Lekin bu uy egasi mashinaga tushunadigan odamga o'xshamayapti. Xo'sh, qani bo'lib buni olib tashlaymiz va bu yerlarni ham kovlash kerak. Yaxshi. Tak, juda ham chuqur bo'lib ketdi. Hozir bu yerni yopamiz va mana bu yerga qo'yamiz. Tak, stop. Bu yerda axir narvon yo'q, chiqish tushish qiyin bo'ladi-ku. Mayli, egasi biror nima o'ylab topardi. Aks holda bu yerda qolib tiqilib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Ayniqsa mashina tagida qolib ketsa. Bo'ldi. Bu yerlarni endi yana yopamiz va bo'ldi. Mana bu boshqa gap. Mana bu yerda endi mashina tuzatish mumkin bemalol. Mana toshga ham yaqinlashib qolibmiz. Bu yerlarni yopamiz va ajoyib, hammasini tugatdik. Endi esa tashqarisidan ham qo'yib chiqsak bo'lgan. Mashinani olib kirib qo'yamiz va shu bilan egasiga topshirsak bo'ladi. Hayron qolishi aniq, chunki bunaqangi chiroyli garaj qurishimni kutmagan bo'lsa kerak. O'ylashicha balki men shunchaki to'rtburchak qilib uycha qurib qo'yadi deb o'ylagandir. Men esa bu yerda zo'r garaj qilib berdim. Chuqurlar bilan tom yopilgan, hattoki 5 talik. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham zo'r quruvchiman-da. Yaxshi. Endi bu yerdan chiqib tushishim mumkin. Narvon yo'q albatta, lekin blokka sakrashim mumkin. Bu yerda eshik yo'qligi ham yomon bo'ldi, lekin nima ham qilardik, boriga shukr qilsin. Chunki bilmadim qancha pul beradi. Xo'sh. Endi esa mana bu ortiqcha bloklarni qayerga qo'ysam ekan? Xo'sh, bo'ldi, bularni olib qo'ydim. Endi esa mana bu qutini garajning ichiga qo'ysak, stop, nima? Yo'q, jin ursin, obunachilar, sindirib qo'ydim qutini. Endi nima qilaman? Mayli, uyning ichiga biror yerga tiqib qo'yib qo'yaman. Mana bu do'stlar, men hozir nima ko'rdim? Yo, shuncha dollarlar. Jin ursin, butun qishloqni sotib olsa bo'ladi-ku. Shkafning ichiga solib ketib qo'yganicha. Xo'sh, yo'q. Juda ham jiddiy odamga o'xshaydi. Tegmagan ma'qul pulga. Xo'sh, takin mashinani hozir olib o'tkazib qo'yay, keyin ko'ramiz, birga bo'larda. Xo'sh, bo'ldi. Tak, mashina olib qo'yish kerak. Jin ursin, mana bu yerga yerlarni qo'ymasak bo'lmaydi, chunki mashina kirib chiqishiga qiyin bo'ladi. Jin ursin, shuncha pul. Endi nima bo'ladi? Xo'sh, tak, balki pullarni olib qo'ysamkin. Lekin axir men oddiy quruvchi bo'lsam, mendan ko'rmasa kerak.
O'yinga ham kirganim yo'q deyman. Ha, shunday desam bo'ladi. Mana bu yerdagi ortib qolgan bloklarchi? Ha, ortib qolgan bloklarni shunchaki otib yuboraman. Aytamanki, qutini ichiga solib qo'ygandim. Shuni biror bir jitellar ko'rgandir deb. Axir menga uyni aldab sotgan jitelni aytishim mumkin. O'sha yurgandi deb. Keyin esa uyni aldab sotganini aytib beraman unga va merdan so'rash olmasang deyman. Mer gapimni tasdiqlaydi va o'sha odamdan ko'ra boshlaydi. Ha, xuddi shunday qilaman. Tak, mashinani esa bu yerga kirgizish kerak, sekin. To'g'ri kirgizsam bo'lgani. Xo'sh, ishini yaxshi qilar ekan. Tak, chestni odam deb o'ylasa bo'lgani. Mana bu yerdan to'g'ri kirgizamiz. Juda ham kuchli mashina. Ehtiyot bo'lib haydamasa bo'lmaydi. Hozir devorga kirgizsam, tak, mendan ham qimmat turadi bu mashina. Bo'ldi. Yaxshi, endi esa bu yerni sekingina yopamiz va tuyog'imizni ishqalatishimiz kerak. Ajoyib. Pullarni esa olsammikan, olmasammikan? Olmasam bo'lmaydi shekilli. Tak, mayli. Bu yerda pistolet ham bor ekan, nima? To'pponcha bu odamning uyida nima qilyapti? Yo-mayo. Tak, buchi. Bu nima bo'ldi? Sekin. Podval nima qiladi uyning tagiga? Yana kichkina podval emas, narsalar saqlaydigan katta podval bo'lib yotibdi. Tak, bu yerdan tezroq chiqish qanday chiqsam ekan? Mana buni olib tashlaymiz va bo'ldi, qantosh, tosh. Tak, mana buni qilamiz va bo'ldi, ketdik. Yaxshi, bu yerdan hozir nima qilishni bilmay qoldim. Tushunirsin. Mayli, olganim bo'lsin. Tak, bo'ldi, shunchasi yetdi. Tak, sekin osh olib qo'yamiz va bo'ldi. Ajoyib. Endi bizni hech kim ko'rmadi. Osh narsalarni esa shu yerga tashlab keta qolaman. Ha, shu yerga tashlab ketdim. Birov keladida oladi, men esa aytaman, nima qilyapsan bu yerda deb odamlarni chaqiraman. Ha, biror reja qilib boshqasini bo'yniga bosib yuboramiz. Bular esa menga qoladi. Ha, qo'yil. Endi esa bu yerdan uzoqroq bo'lishim kerak. Merni yonida tursam, mer ko'rdi-ku meni. Men u yerda emas edim deyman.